Assalomu alaykum, hammalarga xayrli kun qizlar. Bugun sizlarga mana shunaqangi matoviy effekt beradigan pudramizni surilishini ko'rsatib bermoqchiman. Bugun men o'zimga surdim. Shunaqangi yorti qizlar. Ayniqsa buni uxlashdan keyin ishlatadigan bo'lsangiz, yuzingizga silliq bo'ladi. Bazalardan keyin terilarga shunaqangi zo'r. Mana hozir солнцезащитный sezonimiz boshlandi qizlar. Mana hozir sizlarga qo'limda ko'rsatib beraman. солнцезащитный surganingizdan keyin обязательно pudradan oldin yo krem yoki tonalka yoki солнцезащитный, увлажняющий, питающий kremlar yoki bazalar ishlatamiz. Mana qizlar, sразу солнцезащитный haqida ham mana ma'lumot ketdi. Bu 30 SPF emas, o'sha bemalol foydalansangiz bo'ladi. Qaranglar, qanaqangi zo'r yopib beradi terilarni. Bir xil qilib qizlar yotishi ham, shimilishi ham juda ham zo'r. Yuzingizga tonalka effekt beradi. Bundan tashqari yuzimizni quyosh nurlaridan, quyosh zararli ultrafiolet nurlaridan saqlaydi qizlar. Ko'ryapsizmi? Natijasini qanaqa effekt berishini. Ana endi bu pudramizga mana shunaqangi gubka olishinglarni maslahat qilaman qizlar. Mana. Yozib qo'yinglar. Juda ham zo'r yopar ekan. Ham mana tonalka pudra kremlardan yuzimiz bari yaltirab turadi. Bu matoviy effekt berar ekan qizlar.